Assalomu alaykum. Men Aliqulova Parvona Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali 3-bosqich talabasiman. Bugun biz siz bilan O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi mavzusida so'z yuritamiz. Biz bu mavzuni 3 reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz ijtimoiy pedagogika tushunchasi va uning mohiyati. Ikkinchi rejamiz ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi. Uchinchi rejamiz esa O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning huquqiy asosi rejasi hisoblanadi. Ijtimoiy pedagogika tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, ijtimoiy pedagogika tushunchasi bu nima? Bu shaxsning jamiyatda shakllanishi, ijtimoiylashuvi, tarbiya jarayonini o'rganadigan pedagogika fanining muhim yo'nalishidir. U ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri, jamiyatga moslashuvi hamda ijtimoiy muammolarni hal etishda tarbiya va ta'limning o'rnini tadqiq etadi. Ijtimoiy pedagogika shaxsning jamiyat hayotiga tayyorlash, uni ijtimoiy munosabatga kirisha olishiga o'rgatish, jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish bilan shug'ullanadi. Bu fan bolaning oilada, maktabda va jamiyatda tarbiyalanishini, ijtimoiy muhitning shaxs rivojiga ta'sirini, ijtimoiy himoya hamda yordam masalalarini, xavf guruhidagi bolalar bilan ishlash yo'llarini o'rganadi. Ijtimoiy pedagogikaning asosiy mohiyati nima? Shaxs va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashdir. Ya'ni insonni ijtimoiy hayotga tayyorlash, unda ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish muhim hisoblanadi. Uning mohiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy jarayonni boshqarish, shaxsni jamiyat qoidalari va qadriyatlariga moslashtirish. 3 bosqichda ko'rib chiqamiz. Birinchisi ijtimoiy himoya. Yetim bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar farzandlari bilan ishlash. Buni asosan mahalla tomonidan bajarilishi kerak. Ikkinchisi profilaktika ishlari, huquqbuzarlik, giyohvandlik, nosog'lom turmush tarzining oldini olish. Uchinchisi hamkorlikni yo'lga qo'yish, ya'ni oila, maktab va mahalla o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlash deb tushunishimiz mumkin. Ijtimoiy pedagogika fan sifatida respublikamiz mustaqillikka qo'lga kiritgandan so'ng o'qitila boshlangan bo'lsa-da, undan avval ham ijtimoiy himoya, ijtimoiy muhit kabi tushunchalar mavjud edi. Ilk diniy falsafiy, ya'ni Avistoda va badiiy adabiyotlarda, Alpomish, Guruhli kabi asarlarda biz insonning ijtimoiy kelib chiqish nuqtai nazaridan pedagogik qarashlarni aks etganini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik 6-7 asrlarda Markaziy Osiyo hududida islom dinining tarqalishi yangi ma'naviy axloqiy qadriyatlarni olib keldi. Ular mintaqada oila va jamiyat tarbiyasiga ta'sir ko'rsatdi. Markaziy Osiyoning arab xalifaligi tarkibiga kirishimiz madaniy almashinuv, fikr va qarashlarning erkin kurashi, o'zaro munosabatlarning shakllanishiga olib keldi. Ijtimoiy pedagogik g'oyalar va nazariyalarning shakllanishida Sharq uyg'onish davri olimlarining ham beqiyos o'ringa ega. Ular faoliyatining mohiyati shuki, mavjud bo'lgan o'sha davrning ijtimoiylashtirish usullari, ilmiy asarlarining asosiga singdirilganidir. Yetuk olimlarning faoliyat xarakteri, ilm bilan mashg'ul bo'lishi ijtimoiy pedagogik qarashlarning mazmuniga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Biz bulardan Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Biruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy kabi olimlarni ijtimoiy pedagogikaga o'z hissasini qo'shgan deb aytishimiz mumkin. Ya'ni ijtimoiy pedagogikada o'z o'rniga ega olimlar hisoblanadi. Buyuk olim Al-Xorazmiyning asarlari yorqin didaktik xarakterga ega. O'z savol-javob metodi orqali bilimlarni kiritib, bu jarayonda shaxs boshqalar bilan munosabatlarga kirishishi, jamiyatning faol a'zosiga aylanishini ta'kidlagan. Al-Xorazmiy, Biruniy, Forobiy, Ibn Sino, Ulug'bek kabi olimlar o'z ilmiy va pedagogik faoliyatida rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi va ta'sir etuvchi kuchlarni o'sib kelayotgan avlodga qaratish g'oyasini tushunishgan va buni tatbiq etishgan. Keyingi buyuk qomusiy olimimiz bu Abu Rayhon Biruniy hisoblanadi. Abu Rayhon Biruniy 970-1150-yillarda yashab o'tgan olim hisoblanadi. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ilmiy usullarni ishlab chiqqan olimdir.
U shuningdek ta'lim tamoyillari ham tasniflagan. Uning pedagogik qarashlarining ijtimoiy yo'naltirilishi u axloqni ijtimoiy xususiyatlar va hissiyotlarning ifodasi sifatida tushunganligida o'z ifodasini topgan. Olimning tarbiya, shaxsning shakllanishida va jamiyatdagi amaliy faoliyat uchun ilm hozirgacha muhimligini saqlab qolgan. Keyingi qomusiy olimimiz bu Abu Ali ibn Sino hisoblanadi. U 980-1337 yillarda yashab ijod qilgan alloma hisoblanadi. U o'z davrining barcha ilm sohalarini qamrab oluvchi katta ilmiy meros qoldirgan. U aslida tib qonunlarini yaratgan bo'lsa-da, lekin ijtimoiy pedagogika sohasiga ham o'z ilmini, o'z hissasini qo'shgan olim hisoblanadi. Uning barcha asarlarida pedagogik qarashlar mavjud. Uning bilim, iroda va insoniy rivojlanish jarayonidagi maqsadga intiluvchanligi, atrof muhit ta'siri, axloqiy va mehnat tarbiyasi, muomala san'ati, bolalarni jamoada o'qitish haqidagi g'oyalari muhim hisoblanadi. Ibn Sinoning fikricha, ijtimoiylashtirish ko'nikmalari jamoa bo'lib o'qitish shaklida yaxshi shakllanadi. Buning uchun u quyidagilarga asoslanishi lozim. Birinchisi, ta'lim oluvchilar, o'qituvchi va o'quvchilar orasida tajriba, bilim, ma'naviy va axloqiy qadriyatlar almashinuvini tashkil qilish. Ikkinchisi, musobaqalashuv elementidan foydalanish. Ya'ni jamoa o'rtasida musobaqalar o'tkazish guruh orasida deb tushunishimiz mumkin. Uchinchisi, o'quvchining ijtimoiy axloqiy xususiyatlarini, muomala, o'zaro tushunish, o'zaro yordam, do'stlik hissini rivojlantirish deb tushunishimiz mumkin. Keyingi allomamiz bu Abu Nasr Farabiy hisoblanadi. Abu Nasr Farabiy 870-950 yillarda yashab ijod qilgan alloma hisoblanadi. U riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, mantiq, falsafa, tilshunoslik va adabiyot sohalarida ijod etgan alloma hisoblanadi. U yoshligidan juda iste'dodli, zehni o'tkir, xotirasi kuchli bo'lgan. U 160 dan ortiq asar yozib, o'rta asr ilm faniga ulkan hissa qo'shgan. Bu asarlar orasida Arastuning metafizika asariga sharh, bahsodotga erishuv haqida, tirik mavjudot a'zolari haqida, fozil odamlar shahri asarlari muhim ahamiyatga ega. Mutafakkirning ilm-fan oldidagi ulkan xizmatlaridan yana biri bu uning Yunon olimlarining asarlarini sharhlaganligi va ularni yangi g'oyalar bilan boyitilganligidir. Ta'lim degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish, ma'lum bir hunarni egallash uchun zarur bo'lgan amaliy malakalar, deydi olim. Farobiyning ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlarida insonparvarlik g'oyalari alohida o'rin tutadi. Farobiyning ta'kidlashicha, tarbiyalanuvchi ixtiyoriy ravishda zaruriy aqliy va axloqiy hislatlarni bilimli bo'lishga, to'g'rilik va haqiqatni sevishga, jasur, do'stlarga sadoqatli bo'lish singari fazilatlarni egallashga intilmoq lozim deb ta'kidlab o'tadi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya uning fikricha aqliy tomondan ham, axloqiy tomondan ham yetuk qilib yetishtirishga qaratilmoq lozim. Ta'lim-tarbiya jarayonida nazariy bilim bilan amaliy harakat, odatiy malaka, faoliyat birlashib boradi. Yetuklik shu birlashuvning darajasiga qarab yuzaga keladi. Farabiy tarbiya berish usullari haqida shunday yozadi. Birinchi usul: qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi va malakalar vujudga keltiriladi. Odamdagi g'ayrat, kasbga intilish harakatga aylantiriladi deb aytib o'tadi. Buyuk olimlarning pedagogik qarashlari va faoliyatlarining ijtimoiy pedagogik yo'naltirilganligi ularning avvalambor hayotga har tomonlama tayyorlash hisoblangan. Ta'lim maqsadini sharhlashlarida o'z ifodasini topgan. Shaxsning jamiyatda o'z o'rnini belgilab olishini ta'lim beruvchi eng muhim xususiyatlar deb ular mehribonlik, yaqinlarga yordam, g'urur, vijdon, yaxshi niyatlik va sabr deb bilishgan. 11-12 asr Markaziy Osiyo ma'rifatparvar olimlari turli fanlar, jumladan pedagogikaning rivojiga katta hissa qo'shishdi. Yusuf Xos Hojib,
Burhoniddin Zarnujiy va Ahmad Yugnakilar bolalar jamiyatda o'z o'rnini topishda bilim, ota-ona, oila va jamiyatning o'rni katta ekanligi haqida so'z yuritishgan. Ular tarbiyaning asosiy maqsadi deb, komil insonni tarbiyalash, unga yetishish vositasi deb qattiqqo'llik va doimiy mehnat deb bilishgan. O'rta Osiyo olimlari tomonidan tarbiya va ta'limning ijtimoiy o'rnini tushunishlari shunda namoyon bo'ldiki, ular ijtimoiylashuvning mikro omillari, muhit, oila, o'quvchilar guruhiga e'tibor qaratganlar va ota-ona, pedagog va o'quvchining harakatlarini mujassamlashtirish kerakligini ta'kidlaganlar. Shunday qilib, o'rta asr olimlari ijtimoiy pedagogika sohasida katta meros qoldirgan. Ularning ilmiy pedagogik asarlari zamonaviy ijtimoiy pedagogika ilmini rivojlantirish uchun muhim manba hisoblanadi. Xulosa, bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika bolalar va yoshlarning o'sib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni ularning o'zaro jamiyat ta'siri hamda muomala madaniyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy pedagogika jamiyat barqarorligi va barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili sifatida hozirgi kunda O'zbekistonda izchil rivojlanib bormoqda deb aytishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.